Assalamu alaikum. Hürmetli Instagram, Telegram, YouTube görüşçü obunachilarim. Xorazmlik Gavhar onangizdan qaynoqqina salom. O'zimcha navaramga komentar nima deydi, kommentariyalar deydimi, yozadigan joyda. O'sha joylarda o'qitib, ko'pchilikni gapini eshitdim. Salkam 32 mingta odam ekanmiz, obunachi ekanmiz. Hammalari 100% yaxshi niyatlar, tilaklar, hatto havas qilishlarini, shunday qilib gul boqishlarini, shunday hayotni istashlarini yozibdilar. Shu yozganlari ichida 2 dona bu qanday jinnilik, shunday go'zal joyga ichkarisiga gul ekishga balo bormi? Tashqarida o'stirsangizlar bo'lmaydimi gulni? Bu shunday chiroyli uyda o'zlaring yashasanglar bo'lmaydimi deb yozibdilar. Shuning uchun qaror qildim. Boshimdan o'tgan narsalarni aytib berisha, bo'lmasa shart emas edi. O'rtoqlar, bu hayotda kelgan odam har kim har xil yashashni istaydi. Ko'p odam go'zallik shaytosi, ko'p odam pul izidan yuguradi, ko'p odam g'iybatchi. Har kim har xil yashaydi. Buning bilan sizlar yomonman, yaxshiman demoqchi emasman. Meni yaxshi tushuninglar. Bundan 10-12 yillar oldin to'shakka mehlanib qolganman. Men ham yosh bo'lganman, uyatganman, ro'zg'or etganman, bola chaqa boqqanman. O'g'illarimni uylantirganman, qizimni turmushga berganman, shuning bilan yoshim o'tib qarig'anman. Keyin to'shakka mehlanib qolganman. O'g'illarim yonda orzularimni aytganman. Shuningning uyim bo'lsa, shunning gullab boqsam, shunning tovuqlab boqsam, shunning qushlar boqsam deb orzularimni aytganman. Shunda bolalarim, sizga shuningning joy sap beramiz, shuningning gullab boqasiz xudo xolasa degan. 7 marta operatsiya bo'lganman. Hozir gepatitisi bilan, sahr bilan og'riganman. Lekin bundan 10-12 yilki hayotimdan 1000 marta yoshargan, kuchayganman. Chunki o'g'illarim shu g'osaga qaytisha sababchi avvalam bor Xudo. Shunday sharoit yaratib berdilar, shu go'zalliklari yaratdim, Allohga shukr. Shunday gullar yaratdim, tovuqlar yaratdim, qushlar boqdim. Sekin-sekin yasharib boshladim. O'rtoqlar, hozir ham gepatitisi sahr bilan og'riganman. Lekin hayotdadim, yaxshi yashab turibman, Allohga 1000 shukr. Buni men uchun aytyotirman. Bu ne jillilik, bu uy ichida bak, men deshonda boqsang bo'limmi degan insonlar uchun. Mana qarang, go'zallik har bir kishini yashartirar ekan, o'rtoqlar. Men shu go'zallik ichida uzoqi bilan 8 yil bo'ldi yashab kelyapman. Undan oldin derazani oldinda 2 ta, 3 ta, 5 ta gullar boqib o'zim aldab yuraverdim. Allohga 1000 shukr, avvalambor Xudo qolaversa shu go'zallik meni hayotga qaytardi. Allohga shukr, bundan 10-12 yillar oldin keksa bir kampir edim, hozir yasharib ketdim. Bu ichkariga gul ekkincha tashqariga eking deganlar uchun tashqaridan gul joylarim bor. Xudo xolasa, Alloh egam gün ömür bersa, bahor, yoz gün qissa, tashqaridagi gullarimni ham ko'rsataman. Bu jinnilik emas. Bu arzu havas. Menimcha, lekin har kim har xil o'ylaydi. Menimcha arzu havas bu. Bunda endi men xafa bo'lib aytib turganim yo'q. Shuncha yaxshi gaplari gapirgan insonlar ichida bitta 2 ta ko'p emas. Shunday odam yozgan. Uyi bulashtirib qo'ymayin tashqariga. Bu tashqarining gullari emas. Bular o'sishi mumkin tashqarida, lekin qishda uyiga kirishi kerak. Bular tashqarining gullari emas, ichkarida yashaydi bu. Birinchidan, ikkinchidan men shuni xohladim. Shuni yashashni xohladim. Allohga shukr. Beadad shukr, yaxshi ko'raman bularni, farzandlarimning ko'raman. Avvalambor farzandlarimga 1000 rahmat. Mening shu orzularimni amalga oshishini harakat etdilar.
Enem şu oylaganı din yaşasın dep şunu şerait yaratıp berdiler. Çünkü güzellik insanı kutkarar eken. Hemmelerinize tavsiye etemem. Şunun güzellik yaratın. Taşkarıdan, içkeriden. Xuda xalasa 10-15 güllere Taşkarıdaki güllerimem özüne gelip başlaydı. Sağlık, amallık bolsa ularam görsetemen. Taşkarı hem de 300 gülüm var Taşkarıda. Çünkü insan bir nesige kızıksa mükemmel yapışı olarken şuna. Şu kızıkışlarım bilen Allah'a şükür tikke turup yürüp ben yürülmezdim. 4-5 ayla gelirlerim karışkıma hatta hocata barıp gelvelmi dedim. Gelirlerime, bollarıma min rahmet. Allah'a şükür ben maqtanıp ya bir başka neyde açacakım yok. Hemmege menikilerden gelin versin. Kızlarımla anam yakşı gelirlerim. İki dünyasından razımım. Bana kılgalları özlerine kaçsın, bollarımın hem gelirlerimin. Bütün dünya halkı aldığında aytalamam. Min merte razımım hemmesinden. Hemmelerine kettekin rahmet. İlacısı bolsa şu syomkeye bir dona like basıp koysanızlar. Çünkü bütün dünya halkının şu gepimi eşitişini isteyemem. Şu gepi eşitip hemme kökelim zorlaşıke, şunun atmosfera kılışke, uyda hem, uyunu taşkarısı da hem, şunday güzellik yaratışke, hareket kılsalar ben kursant bolamam. Allah'ıma min şükür, biadet şükür. Şunun günlere yetkizgenine şükür. Şu obunaçılarım hemmenize kettekin rahmet. Sağ olunla, salamet olunla. Şunu yaxşı geple yazgansılar, bulam negatif emas. Bu insanam özü oylagan fikrini aytgan. Belkim şu joyu bulgaştırıp koyup siz şunun gülle bilen degendir. Bunun hem özünün fikri var, bundan hem kapamazman. Belkim şunu oylaydıgandı, lekin ben işini oylayman. Şunun güzellik içinde yaşap geliyor oturma. Allah'a şükür içinde yatama, içinde oturama, içinde durama, içinde çay içeme. Hatta iş çayıma kayttım. Eke Şerif Numiradin kafesi var. Niçe yıllık ömrümde peyda boğan. Niçelik inçilikle çekkenme. Hatta şöyle işe barıp ben. Tavuklarıma karayım, kuşlarıma, güllerime. Evvelan var Xuda. Allah'a şükür. Kalaverse mene şu mucizeler beni hayata kaytardı ortakla. Hemmelerinize kettekan rahmet yine bir var. Bitte yine layık ayamanla ilacı bolsa çünkü hemmeni iştişini koklayma.